Assalomu alaykum barcha MK Samandar kanali obunachilari. Charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek Samandar ukeli. Bugungi videoda aslida master klassi jonli efir tarzida o'tib berishim kerak edi. Lekin sog'lig'im bilan bo'lgan muammolar tufayli buni video tariqasida joylashga qaror qildim. Ya'ni men obunachilarimga va'da qilib qo'ydim, jonli efirda birga suhbatlashib sizlarga master klass ko'rsatib beraman degandim. Afsuski shamollaganim va yo'tal borligi uchun shuning uchun efirda bu narsani sizlarga ko'rsatib bera olmasligim mumkin edi. Xo'p, sizlarga va'da master klass o'tib beraman. Tekinga bitta sizlarga bepul strategiya ulashaman va bu strategiya albatta ishlab beradigan, shaxsan o'zim ishlatadigan va iltimos qilib qolardim. Hurmat qilishinglarni bu strategiyani jiddiy qarab ishlatib ko'rishinglarni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Chunki men sizlarga yomon strategiya tavsiya qilmayman. Sizlarga berayotgan strategiya ham даже yopiq guruhda ham yo'q, hali hech qayerda yo'q bu strategiya. Hech kim o'rgatmagan. Shuning uchun videoga обязательно like bosib, meni qo'llab-quvvatlab orasizlar degan umiddaman. Sizlarga mana shunaqa bepul darsliklarni bepulga taqdim qilishga tayyorman do'stlar. Agar ko'proq bu sohani noldan batafsil chuqurroq o'rganaman deydigan bo'lsanglar, ofisimizda individual, offline va onlayn darslarimiz ham mavjud. Agar mana shu videoni ko'rib, men kursga yozilmoqchiman deydigan bo'lsangiz, 16-martgacha qabul boshlanadi. Bizda har oy 1-dan 15-gacha qabul bo'ladi. 16-da har doim offline bilan onlayn darslarimiz boshlanadi. Har oy shunaqa. Keyingi oy ulanmoqchi bo'lsangiz ham aprel 1-da boshlanib, qabulimizni 15-da tugaydi. Bu oy ham xuddi shunaqa. Bemalol yozilsanglar bo'ladi. Uning uchun quyidagi nomerga Telegramdan murojaat qilinglar yoki telefon qilib ma'lumot olishliginglar mumkin. Offline, individual va onlayn darslarimiz ham mavjud. Bu soha noldan o'rgatiladi. Xo'p, tayyor bo'ladigan bo'lsanglar, biz boshlaymiz. Videoga обязательно like bosib qo'yishni unutmanglar. Ekran oldiga yaxshilab o'rnashib olamiz, do'stlar, chunki hozir juda qattiq strategiya bo'ladi bu yoqda. Xo'p, kelinglar, men cho'zib o'tirmayman, sizlarga ko'rsatib beraman. Bizga tilla kerak bo'ladi, tillada. Xo'p, men bu time frame 15 minutlik time frame'da ishlaymiz. Обязательно bu strategiya uchun 15 minutlik time frame kerak bo'ladi va bizga anaqa kerak bo'ladiga. Xo'p, men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Bu yoqda nechta ekan? 1, 2. Xo'p, kelinglar, undan oldin men sizlarga chizib ko'rsatib beraman bu narsani. Bizga nima kerak bo'ladi? Misol tariqasida mana bitta, xo'p, ikkita. Xo'p, farqi yo'q buni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p, mana 3 ta, 4 ta. Xo'p, mana bu 5-chi, bu 6-chi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta bir xil yashil shamni ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Bir xil. Endi bitta xo'p, qizil sham paydo bo'ladi. Bitta orasida. Xo'p, rangi cho'ta o'zgarmadi. Kelinglar, shuni hozir to'g'rilab qo'yamiz. Mayli, bu ahamiyatsiz bo'la qolsin. Bitta rangi boshqacha bo'lishi kerak. Mana bundan o'zgartirsa kerak. Mana shuni qizil beraylik. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-chi sham boshqacha rang bo'lishi kerak. Bu yoqda faqat yashil ketyapti. Bitta M15 da, 15 minutlik time frame'da bitta qizil sham shakllanishi kerak strategiyamiz. Va biz mana bunaqa qilamiz. Bunga tortib olamiz. Tepasiga, maksimumiga, minimumiga, faqat mana shu shamni o'ziga. Xo'p, bu yog'iga buy stop, bu yog'iga sell stop qo'yamiz va lineyalkada o'lchab olamiz. Xo'p, 2433 ekan. 2433. Xo'p, 2000
2433. Ну, примерно mana rovna 2433 mana. Bu yoq take profitimiz bo'lyapti mana. Shu take profitimiz bo'ladi. Sell stop qo'yadigan bo'lsak, bizani take profit zonamiz mana shu bo'ladi. Xo'p. TP deb yozib qo'yaman. Bu TP degani take profit degani. Mana bizani bu take profit zonamiz. Mana bu yerga sell stop qo'yamiz, bu yoqqa buy stop qo'yamiz. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa o'lchamlida. Xo'p. Mana xuddi shu bo'ladi. Bu yoqda bizni bu yoqda ham take profitimiz shunaqa bo'ladi. Bu yoq ham take profit bo'ladi. Men bor uzr, ozgina shamollagandim. Xo'p. Bu yoqda sell stop, bu yoqda buy stop. Endi maqsad nima? Bu sham yopilinib, yangi sham ochilinadi baribir, po-любому ochilinadi va qaysidir tomonni buzadi. Buzgandan so'ng, ya'ni buzgandan so'ng qaysidir tomonga yurib beradi. Sell stop qanaqa bo'ladi? Ya'ni stop lossimiz qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shuni razmeri sell stop bo'ladi. Ya'ni take profit mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, mana kirishimiz mana bu yerda bo'lsa, stop lossimiz mana bu yerda bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tepani buzib, mana bu yerga tegsa, bo'ldi, o'sha stop bo'lgan bo'ladi. Mana bu yerda buzib turib, yana mana bu yerga kelmasdan turib, mana bu yerga urib beradigan bo'lsa, bu stop loss. Bu ham kirish nuqtasi, ham take profit, ham kirish nuqtasi, ham stop loss zonasi. Tushuntira oldimmi? Bu qanaqa sham bo'lishidan qat'iy nazar, u farqi yo'q uni. Misol tariqasida mana qizil. Ko'pincha mana bunaqa holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana qizil ketyapti. Mana shunaqa holatlarni ko'rishingiz mumkin. 1 2 3 4 5 yana bitta qo'yamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 bitta sham. Farqi yo'q, u qanaqa bo'ladi, qanaqa shaklda, qanaqa razmerda bo'ladi. Umuman qiziq emas u. Umuman qiziq bo'lmaydi. Xo'p, mana yashil. Xuddi shunaqa bo'lsa ham farqi yo'q. Qiladigan ishimizni maksimumiga liniya tortamiz, minimumiga liniya tortamiz. Qiladigan ishimizni o'lchab olamiz. Linealkada o'lchab olamiz. Mana. O'lchab olamiz va take profitini, stop lossini qo'yamiz, buy stop, sell stoplarni qo'yib olamiz, bo'ldi. Bizning qiladigan ishimiz shu. Endi buni real bozor grafikida bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, M15 ga qo'yib olamiz. Mana bu yerda 1 2 3 4 5 6 7. Demak bu bo'lmagan. 1 2 3 4 5 bu 6 ekan. Bu ham bo'lmagan demak. Xo'p, bu yoqda bo'lganlari qaysi biri? 1 2 3 4. Xo'p, 1 2 3 4. Bu yoqda ham bo'lmagan. Qani? 1 2 3 4 5 6 mana 7. Barakalla. Mana sizlarga bitta misol. Nima qilamiz? Minimumiga tortamiz. Xo'p, maksimumiga tortamiz. Xo'p, bizada qiladigan ish nima bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 mana 7-sham. 6 mana bu sham yopildi, mana yashil bo'lib, to'liq yopildi. Mana bu yerga o'tdi. Mana bu yerda buy stopimiz, mana bu yerda sell stopimiz. Stop lossimiz ham mana shu yerda. Take profitimiz mana shu shamni o'lchamligi. Mana xo'p. Narx qaranglar, 11 dan 18 gacha 80 punkt. Yomonmi? Xo'p. 700 ekan. Take profitni 700 hisoblaylik. Mana shu yerdan turib 700. Mana shu yerda 700 ekan. Mana shu yerda. Mana take profitimiz mana bu. Xo'p, adashib ketmasligingiz uchun men buni rangini o'zgartirib qo'yaman. Men bor uzr. Men bor uzr shamollagandim.
Xo'p, bular kirish nuqtamiz. Bu yoqda bo'layotgan vaziyatni sizga qisqacha tushuntirib beraman. Qaranglar. Bo'layotgan vaziyat sham kelyapti, mana bu yerda yashil shakllandi, tepani buzib qo'ydi, baystopimiz ochildi, mana bu yerda kelib turyapti-da. Shu bilan bayga chiqdi va yana ketyapti, pop aytib take profitimizni urib beryapti. Stop lossimiz mana bu yerda bo'ladi. Mana bu yerda. Mana bundoq keldi, yopildi, ketyapti, mana bu yerda take profitimizni urib beryapti. Bo'ldi, tamom. Qanaqa bo'ldi? Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, 1 2 3 4. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 bu ham bo'lmasa ekan. 1 2 3 4 5 6 mana 7. Bu ana. Nima qilamiz? Sanaymiz 1 2 3 4 5 6. Kelinglar shuni yaqinlashtirib bering men sizlarga. Yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 mi? 7-chi ham yashilmi? Mana pop. Xo'p, mana. Hop. Yopildi. Mana bu yerda yopildi, mana bu yerda ochildi, poq qaytib ketdi. Bo'ldi. Men take profitni ko'rsatishim shart emas, mana sham uzunligi. 84 dan 87 gacha 30 punkt, lekin buni ketganini qaranglar. Ketgan zonasini. Mana 84 dan to 2928 ga shundan keyin mana dalish kelmagan. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, undan keyingisi. Xo'p, ketdik, bu ham ketdi. Qayerda bor yana? 1 2 3 4 5. Xo'p, 3 2 ekan. Bo'lmasa ekan bu. 1 2 3 4 5 6 mana 7. Xo'p, mana. Kelinglar shuni ham yaqinlashtirib ko'rsatib beraman sizlarga. Iltimos qilardim, strategiyalarni hurmat qilib, shuncha zo'r strategiyalar berayotganimni sinab ko'rib, men o'zingizlar sinaganinglarni meni отметка qilib Instagramda shunaqa qilsanglar men xursand bo'lib qolardim. Просто tak videoni ko'rib, sinab ko'rmasdan bu anaqada 1 2 3 4 5 6 mana 7-chi sham mana bitta buzgan, ketdi shu bilan bo'ldi. Ketdi mana. 39 dan 46 gacha 40 41 42 43 44 45 46 70 punkt. Mana bitta tasdiq qilib olsanglar bo'ldi. Ketdi shu bilan. Buy stop o'xshab bergan. Ko'rayotganinglarda ishlaydigan strategiya do'stlar, bizda faqat shunaqa yaxshi strategiyalar beriladi. Endi bilaman, negativchilar ham bo'ladi, lekin mana men sizlarga живой ko'rsatib berdim. Ishlab berganlarni hammasini o'zingizlar ham real bozorda tekshirib ko'ringlar. Keyin bizga savollar tushyapti. Onlayn, offlayn kurslarimiz bo'yicha, biz noldan o'rganmoqchimiz shu sohani. Misol uchun Moskvadamiz, misol uchun viloyatdamiz. Nimadir qilish iloji bormi? Обязательно onlayn darslarimiz ham bor. Описаниеda men menejerni Telegram nomerini va telefon qilishinglar uchun nomerini, Telegram manzillarini qoldirib qo'yaman. Murojaat qilib ulanishingiz mumkin. Mana sizlarga strategiya ishlatinglar, qilinglar. O'xshagandan keyin meni Instagramda отметка qilib, bir donagina rahmat yozib qo'ysanglar, meni kayfiyatim ko'tariladi, men xursand bo'laman. Do'stinglarga ham ulashinglar shu strategiyani, mana tekinga berilyapti. Men xursand bo'lib qolardim. Ishlaydigan strategiyani bir dona rahmat eshitsam, men xursand bo'lardim. Strategiyani albatta hozir o'zida grafik ochib qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat. Keyin iloji bo'lsa kommentariyada keyingi dars nima haqida o'tib bering. Kim mana ko'p obunachilar nima haqida so'rashsa, men o'sha darsni o'tib beraman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Samandar ukanglar bo'ldi. Videoga обязательно like bosishni unutmanglar do'stlar.